Tergov jarayonida agar shaxs gumonlanuvchi yoki ayblanuvchi tariqasida jalb qilingandan paytdan boshlab tergov ostida bo'lib turib, o'sha tergov qilayotgan shaxs tomonidan, qamoq xodimi tomonidan agar qiynoqqa solinadigan bo'lsa, gumonlanuvchi, ayblanuvchi, ya'ni o'sha Jinoyat protsessual kodeksining 46-48-moddasidagi gumonlanuvchining huquq va majburiyatlari yoki ayblanuvchining huquq va majburiyatlaridan keltirilgan huquq majburiyatlaridan, ya'ni o'sha yerdagi o'zini huquqlaridan foydalansa bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'noda? Ko'rsatma bermaslik. Bu agar unaqa holat bo'ladigan bo'lsa, meni fikrim advokatskiy pozitsiyani himoya tarafdan qaraydigan bo'lsam, tergovda umuman ko'rsatma berish kerak emas. Agar misol uchun tergovchi tomonidan qanaqadir bir tazyiqlar, qanaqadir bir zo'rliklar ishlatiladigan bo'lsa, bo'ldi, tergovda hech qanaqa ko'rsatma berish kerak emas. Barcha ko'rsatmalarimni sudda ma'lum qilaman deyish kerak edi, sudda borib, sudda ko'rsatmalarni berish kerak. Tergov paytida umuman ma'lumot bermaslik ham haqqi bormi? Haqqi bor. Gumonlanuvchi yoki ayblanuvchini tergovda umuman ko'rsatma bermaslikka, tergov harakatidan voz kechishga haqqi bor. Ko'rsatmalarimni tergovda bermayman, tergovda berishdan bosh tortaman, ko'rsatmalarning barchasini sudda ma'lum qilaman deydi. Bo'ldi, tamom.